yangi ish o'rni yaratildi. Navbatdagi manzil bolalar, erkaklar, ayollar uchun trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Namangan shahridagi yangi korxonalardan biri bo'ldi. Bu korxona faoliyat boshlaganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, hech ikkilanmay iqtisodiy taraqqiyot yo'lidan dadil odimlamoqda deb aytish mumkin. Ustex korxonamiz, LTD korxonamiz shu joriy yilda fevral oyida tashkil etilgan bo'lib, mana bugungi kungacha hozir Rossiya Federatsiyasi, Ukraina davlati bilan hamkorlikda katta buyurtmalar olib, faqat 100% eksport ishlayapmiz. Bu yilgi yil boshidan beri bizni umumiy eksportdan chiqqan tushumimiz hozirgi kunda $2 million tashkil etyapti. Bizni rejamiz bo'yicha, xudo xolasa, yil oxiriga kelib $2,5 million tushirishga rejalashtirib qo'yilgan hozir. Bir narsani bir faxr bilan ta'kidlaymanki, muhtaram prezidentimizni Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasiga kelib tashriflardan so'ng bu manzil juda obod bo'lib ketdi hozir. Ayniqsa kichik sanoat zonalari tashkil etilgan. Biz ham shu hududda berilgan imkoniyatlardan foydalanib, yangi korxonani tashkil etamiz. Bu korxona 2022-23 yillarda ishga tushadi. Bizning biznes rejamizga ko'ra, bu yangi korxonada o'rtacha 250-300 nafar ishchi xodimlar mehnat qilishadi. Keyingi 2-3 yil ichida eksport salohiyatimiz 3-4 millionga yetadi. Mahalliylashtirish dasturi asosida joriy yil davomida jami 50